Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar rivojlangani sari ijtimoiy tarmoqlar orqali kiberjinoyatchilik holatlari qurboniga aylanayotganlar soni tobora ortib bormoqda. Birgina 2019-yildan 2024-yilgacha hisobga oladigan bo'lsak, statistika 44% ga oshgan. Bu albatta achinarli holat. Bugungi podkastimiz aynan shu haqida va bizning suhbatdoshimiz Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi boshlig'i Bekzod Mamatjonov bo'ladilar. Assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganlaring uchun rahmat. Hozirgi kunda eng dolzarb bir masalalardan birini ko'rsatyapsizlar. Albatta, ko'rsatuvimiz davomida o'ylaymanki, fuqarolarimizga ancha foydasi tegadi va hamma savollarga javob beraman kerak. Bekzod aka, vaqtingizni qizg'anmay kelganingiz uchun va bugungi mavzuni ko'tarib, demak, kuzatuvchilarimizga maslahatlar berishga tayyor bo'layotganingiz uchun tashakkur. Mana shu statistikalarga asosan yaqindagina chora-tadbir, ya'ni qaror qabul qilindi prezidentimiz tomonidan. Keling, uning ahamiyati haqida qisqacha gaplashamiz. Rahmat. Avvalambor bu sohamizda davlatimiz, hukumatimiz va biz rahbariyat tomonidan juda qattiq e'tibor berilyapti. Mana kuni kecha siz shu aytgan qaror ham aynan shu bitta bir juda yaxshi punkti bor. 3-bandida aynan banklar mijozlar oldida mas'uldir degan bir alohida bir urg'u berilganda, ya'ni bu hammasi inson uchun, bizni xalqimiz uchun chiqarilgan qaror deb qabul qilishimiz kerak. Bunda asosiy bir maqsad, mana qarorda birinchi navbatda eng asosiy belgilangani vakolatli organ belgilanyapti. Aynan shu firibgarlik, o'g'rilik jinoyatlarini oldini olish, fosh etish yoki bu sohadagi ishlarni muvofiqlashtirish uchun vakolatli organ deb Ichki ishlar vazirligi belgilandi. Ikkinchi navbatda qonunchiligimizga o'zgartirishlar kiritilyapti. Ya'ni jinoiy va ma'muriy kodekslarga o'zgartirish, ya'ni o'sha agarda fuqaro o'zi bilib turib firibgarlarga o'zini bank kartalarini foydalanishga bersa yoki o'zini shaxsiy ma'lumotlarini berib sim karta ochib beradigan bo'lsa, ma'muriy va jinoiy javobgarliklar belgilanyapti. Bu ya'ni bizda bu juda katta muammo edi bu narsamiz, ya'ni fuqarolar hattoki o'zini nomiga 200 talab, 300 talab bank kartasini ochib, tanimagan odamlariga ishlatish uchun berib yuboryapti turgan. Biz bularga hech qanday chora ko'ra olmas edik. Lekin bilamiz, to'g'ri tushunishimiz kerak, oddiy ishlatadigan odam hech qachon 300 ta karta o'zini nomiga ochmaydi. Rasmiylashtirmaydi. Jismoniy shaxs tashkilot ochishi mumkin, lekin jismoniy shaxs 300 ta yoki 200 ta karta ochmaydi. Demak, bu qanaqadir boshqa maqsadlarni ko'zlagan. Aynan firibgarlik yo'lida ishlatilgan bo'ladigan bo'lsa, o'sha kartani ochib bergan shaxsga nisbatan ma'muriy va jinoiy javobgarliklar belgilanadi. Undan tashqari kompleks bu jinoyatlarni bilamiz, eng mana bugun ham shu bitta shuni bir bosqichida o'tiribmiz, bir ko'rinishida asosiy oldini olishga qaratilgan ishlar bu targ'ibot ishlari. Ya'ni o'sha targ'ibot ishlarini o'tkazish. Bunga ham prezidentimiz alohida band bilan belgilab berishdi. Yillik targ'ibot dasturini belgilash, ya'ni ishlab chiqish va har yili Vazirlar Mahkamasining nazoratida aynan shu yo'nalishdagi jinoyatlarni oldini olish bo'yicha targ'ibot tadbirlarini o'tkazish bo'yicha bizga imkoniyatlar, jinoyatni fosh etishga, yana bir narsani aytish kerak, aynan tezkor harakatlanish guruhlari tuzish tashkil etilyapti. Ya'ni endi faqat ichki ishlar o'zi alohida yoki qaysidir bir tashkilot, markaziy bank alohida yoki banklar alohida ishlash emas, ularni bir joyga shtab qilib joylashtirib, fuqarolardan kelgan murojaatni zudlik bilan ko'rib chiqish va ularga yetkazilgan moddiy zararni chet elga chiqib ketishini yoki boshqa hisob raqamlariga o'tib ketishini oldini olish bo'yicha shtab tuzilib, zudlik bilan ishlaydigan alohida shtablar tuzilyapti. Demak, bu hamkorlikni kuchaytirish deyiladi va ham tezkorlikni oshirish. Demak, zanjir holatida ishlash. Xuddi shunday. Keling, bitta aniq bir holatga to'xtalamiz. O'zimiz bilan bog'liq holatni aytishimiz mumkin. Mana bizda ba'zi bir ko'p banklardan shunday bir murojaat kelib tushdiki, ularni fuqarolarimizga qulaylik yaratish uchun onlayn kreditlar, misol uchun hozir yo'lga qo'yilgan. Banklarda nomidan fuqarolarning nomiga yuzdan ortiq kredit rasmiylashtirib, bankka to'lov bo'lmagan, fuqaroga borib uchrasangiz, fuqaro ham bu kreditlar haqida ba'zi birlarni umuman xabari yo'qligi aniqlanib, shunaqa bizga murojaat kelgan. Ya'ni biz bu murojaat ishlar davomida aynan
400 ga yaqin jinoyatlarda kredit fuqarolar nomiga qanday qilyapti? Misol uchun ba'zi biri boradida, to'g'risini aytaylik, bozorlarga yoki odam gavjum bo'ladigan joylarga borib, aka telefoningizni bir 5 minutga berib turing, gaplashib olishim kerak edi deb fuqaroga aytgan holda unga ma'lum miqdorda men o'zimning telefonimdan gaplashsam bo'lmaydi, siznikidan gapiring. Endi har xil yo'l bilan aldash mumkin. Olib, uni telefonidan kirib barcha narsalarni jo'natib, kreditni olib rasmiylashtirib va qilgan harakatini o'chirib chiqib ketib, fuqaro ham bilmaydi uni nomida kredit rasmiylashtirib qolganini va u fuqaro o'zini nomiga o'tkazib ketgan, yoki shunday qilishganki, onlayn kreditga murojaat qilib, ularning nomiga soxta oylik maosh haqida deklaratsiyalar to'ldirgizib, ular nomiga kredit olish holati. Bunday holatlarda mingdan ortiq fuqarolarimiz jabr ko'rgan. Aynan xuddi shunday. Biz olib borilgan ishlar natijasida nafaqat fuqarolar, hattoki 4 ta bank ham bundan katta miqdorda jabr ko'rgan, fuqarolardan tashqari. Bularni olib kelib o'sha ishlash jarayonimizda o'zimiz fuqarolar bo'lib chiqdi hammasi. 10 dan ortiq odamlar o'sha qamoqqa olinib, sud tomonidan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ularni har qanday bu firibgarlarni beryap turgan baribir birinchi taklif beradi yoki qanaqadir bir narsani aytadi. Doim yo odamni shoshiltirishga harakat qilishadi yoki qo'rqitishga harakat qilishadi. Yoki bular tomonidan agar firibgarlik haligi pulingizni ko'paytirib beraman degan turdagi jinoyati bo'lsa, bularning taklifi juda ham jozibali bo'ladi. Misol uchun siz bir haftada $3000 ishlab olishingiz mumkin. Bunaqa hech qaysi biznesda ham bunaqa narsa yo'qda. $100 pul tikib $3000 ishlab olish hech qayerda bo'lmaydi-da bunaqa. Ya'ni jozibalik. Sirazi shunga kirishga, pul tikishga harakat qilishdi. Buning imkoni yo'q, lekin biz aldanamiz. Jozibalik. Qolganida men yuqorida aytib o'tgan boshqa narsa yoki aytadiki, sizga hujum bo'lyapti, bank kartingizga hujum bo'lyapti, tezda to'xtatish kerak. Ya'ni qo'rquv. Qo'rquv bilan odamni o'sha pulga bo'lgan qiziqishidan bular foydalanadi. Doim aytamiz, 3 yoki 2 odam bilan maslahat qilish juda ham zo'r natija beradi. Aynan. Ya'ni ularning maqsadi nima? Doim sizga telefon qilganda 2 odam bilan gaplashib qo'ymaslikni xohlaydi ular. Sizni gaplashib qo'ymasligingiz uchun doim sizni band qilib nimagadir chalg'itishga harakat qiladi. Siz ozgina o'zingizga pauza olib, ozgina o'zingizni to'xtatib, ya'ni bizda bitta gap bor, 9 sekund deymiz, 9 sekund o'zingizni to'xtatib, boshqa odamga, menga shunaqa odam telefon qildi yoki kim bilandir bir og'iz so'rab yoki o'zingizdan o'zingiz so'rasangiz ham mumkin-da bu narsani. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi deb o'zingizga o'zingiz savol bersangiz ham bu narsani sirazi firibgarlik ekanligini bir zumda aniqlash mumkin. Kiberjinoyatchilikda umuman oldini olish uchun faqatgina davlat organlari vakillari mas'ulmi? Albatta yo'q. Men 100% aytaman, bunga hammamiz mas'ulmiz. Kerak bo'lsa, uyda ota-ona farzandlariga mas'ul, rahbar xodimlari uchun mas'ul, kim bo'lishidan qat'iy nazar, kimidir oldida mas'uliyati bormi, o'shalar mas'uliyati bo'lgan odamlar oldida mas'ul. Albatta bu o'sha ular mas'ul bo'lgan odamlarning puli, ularning mol-mulki, moddiy yillab peshona teri bilan topgan pullari hammamiz mas'ulmiz deb o'ylayman. Hozirgi kunda har bitta fuqaro ijtimoiy tarmoq, messenjer deymiz, to'g'rimi, elektron pochtalardan foydalanadi. Xo'p, ularga nisbatan shubhali xabarlarga qanday munosabat bildirishimiz kerak? Aynan messenjer shubhali xabarlar kelsa, mana bizda yuqorida aytgandek, eng ko'pi shu zararlik havolalardan, zararli virusli programmalardan shu kiberjinoyatlar sodir etilyapti turgan bo'lsa, juda ko'pchilik shu aynan siz aytgan messenjer, Telegramdan ushbu zararli havolaga kirib qo'yishadi. Ya'ni bilmasdan, menimcha kelmagan odam qolmadi. Sen bilan video, seni yaqining to'g'risidagi video, ana shunaqa bir video keladi. Eng yaxshisi notanish bo'lgandan, o'zi bilmagan odamdan kelgan narsani ochib ko'rmagan ma'qul. Xo'p, kiberjinoyatchilik holatiga uchragan fuqaro, aholi qayerga murojaat qilish kerak?
Birinchi navbatda shu ular bizni fuqarolarda juda ko'plab anaqaligi tushunmovchilik bor. Birinchi bankka borishadi. Bugun bank bo'ldi, kech bo'ldi. Jinoyatchilar asosan ishini kechqurun qiladi-da. Bankka boraman, ertaga bankka borib falon boshqa ishlarimni qilaman. Yo'q. Birinchi navbatda shu ichki ishlar idorasiga murojaat qilishlari kerak. Albatta borish shart emas. Hozir imkoniyat o'sha 102 dan qilgan telefonni ham to'g'ridan to'g'ri bizga yetib keladi. Yoki biz o'sha o'zimizni telefonlarimizni, viloyatdagi kiberxavfsizlik bo'limlari xodimlarining telefonlarini berganmiz. Men o'zimni telefonimni ham istalgan fuqaroga berishim mumkin. Bemalol telefon qilib murojaat qilib, birinchi navbatda nima kerak bizga? O'sha chiqib ketyapti turgan pulni vaqtida to'xtatib qolish. Ya'ni o'sha jinoyatchilarda maqsadiga yetishini to'xtatishimiz kerak. Ya'ni bizga qancha tez xabar berilsa, bizda shuncha ko'p imkoniyat bo'ladi ularni chiqib ketyapti turgan pulini oldini olishga. Ikkinchi masalasi aynan zararli dasturlarni yuklab olib pullari yechilgan yoki bilmasdan bosib qo'yganlarni tushunilsa, birinchi navbatda telefondan internetni o'chirish kerak. Shu holatga keldimi, albatta sirazi telefondan internetni o'chirib, internetni uzib qo'ysa, ular hech qanaqa telefonidagi ma'lumotlarni ola olmay qoladi. Mana shu juda muhim. Arizalar necha kun ichida ko'rib chiqiladi? Arizalar to'g'risidagi qonun bo'yicha shu bir oy muddat ichigacha ko'rib chiqiladi. Albatta bizni bir oyga hech qachon cho'zilmaydi, to'g'ri. Bizni turdagi arizalarni ozgina boshqa arizalarga nisbatan farqi bor. Sababi bizda voqea joyi yoki qanaqadir bir ushlab ko'radigan o'sha daliliy ashyo deymiz, qayerdadir o'g'rilik bo'lsa, bir barmoq izi qolib ketadi yoki pichoq qolib ketishi mumkin. Bizda unaqa narsa yo'qligi sababli biz bu kiberxavfsizlik, kiber jinoyatlarda sal muddatlar cho'zilishi mumkin. Nimagaki o'sha raqamli dalillar deymiz, raqamli dalillarni yig'ib olish uchun. Va albatta barcha holat bo'yicha dastlabki surishtiruv o'tkaziladi va jinoyat ishlari qo'zg'atiladi. Sermazmun maslahatlaringiz, sermazmun axborotlaringiz uchun alohida tashakkur. Sizda imkon bor podkastimiz orqali albatta fuqarolarimizga murojaat qilish va ularga qandaydir maslahat berish. Men o'zimiz shu suhbatimiz davomida ham maslahatlarimni qisqa berib ketdim va yana shu qatorda berib o'tardim. Internetdagi har bitta narsaga ishonish kerak emas. Bu faqat aynan bank kartalari bilan bog'liq jinoyatlar emas. Internetdagi hamma kelgan ma'lumotlar ham to'g'ri emas. Albatta istalgan kelgan har bitta ma'lumotni boshqa rasmiy manbalardan tekshirish bu maqsadga muvofiq. Ikkinchisi o'sha yuqorida aytganimdek e'tiborli bo'lishsin. E'tiborlik istalgan kiber jinoyatlarning tagida baribir inson omili bor. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. O'shaning uchun e'tiborli bo'lib, o'zlarini shu har bir harakatga e'tiborli bo'lsa, hech qanaqa bir muammo bo'lmaydi. Demak, kuzatuvchilarimizdan yana bir bor ziyraklikni iltimos qilgan bo'lardik va biz bilan suhbatda Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi boshlig'i Behzod Mamatjonov bo'ldilar. Bizni albatta ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Aynan kiber xavfsizlik, kiber hujumlar bo'yicha va ularga uchramaslik holatlarini oldini olish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirishingiz bo'yicha barcha ma'lumotlarni podkastlarimizda yoritib boryapmiz. Bizni kuzatishda davom eting.